Yunusobod tumani Achchapalik mahallasi. Chinobod 8 ko'chasida. Shaharsozlik norma qoidalariga zid fuqarolar tinchligini yakshanba kuni ham buzgan holda Strong Art House emchichi quruvchi tashkiloti ish olib boryapti. Taqir-tuqir qilyapti, baqir-chaqir qilyapti. Shuningdek, shaharsozlik norma qoidalari bandlarini mana uyim. Mana uyimdan 2 metr masofada yama qazgan holda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mulk daxlsizlik to'g'risidagi qonunlar, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Prezidentimiz farmonlariga zid holda, shuningdek, o'zlariga tegishli Qurilish vazirligining barcha buyruqlarini inkor qilib, panjarasidan qarab ish olib borishyapti. Mehnat vazirligini shanba, yakshanba kunlari dam olish, 40 soat mehnat qilish kerakligi to'g'risidagi kodeks qoida moddalarini ham buzgan holda ishlarini davom ettirmoqda. Yakshanba kuni ham mana bu uylarda odamlar yashashini e'tiborga olmagan holda noqonuniy qonunga zid ishlarini davom qildirmoqda.